Assalomu alaykum barchaga. Backcoders jamoasining navbatdagi darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsda biz CSS asoslari haqida gaplashamiz. Ya'ni CSS nima uchun kerak, qanday ishlatamiz va qayerda ishlatamiz, barchasini ko'rib chiqamiz. Birinchi biz biron bir veb-saytga tashrif buyuramiz. Misol uchun, men onlayn mahalla veb-saytiga tashrif buyurdim. Mana bu yerda ko'rib turibsizki, bizga ko'rinadigan ranglar uyg'unligi, text decorationlar, ranglar o'zgarishi, ranglar o'zgaryapti mana bu yerda. Mana bular CSS deyiladi. Ya'ni bu veb-saytni ko'rinishiga javob beradigan programming language. CSS bu dizayn uchun kerak bo'ladigan programming language. HTML esa skeleti. Ya'ni veb-saytni qurishda skeletini qurishga yordam beradigan programming language. Endi CSS nima? CSS to'liq ko'rinishi cascading style sheet, ya'ni bu veb sahifalarda ranglarni, o'lchamlarni, joylashuv, fonlar hammasini boshqaradigan programming language. CSS bizga nimaga kerak degan savol tuyishi mumkin. Saytni chiroyli qilish uchun kerak bo'ladi. Mana bu yerda ranglar uyg'unligi, background fonti, mana bu yerda buttonlarni hover o'zgarishi, mana bu yerda ham o'zgarishlar, ranglar uyg'unligi, mana bu yerda barchasi ranglar va yuzerga ko'rinadigan barcha chiroyli dizaynlik narsalar bu CSS orqali qilinadi. CSS bu elementlarni joylashtirish uchun, rang, font, o'lchamlarni sozlash uchun, bir joydan turib butun sahifani boshqarish uchun kerak bo'ladigan programming language. Endi CSS ni biz HTML da qo'llashini ko'rib chiqamiz. Endi men terminal ochib olaman, chunki menda Ubuntu sistemasi, Linuxning Ubuntu versiyasi menda. Menda shu birinchi terminalni ochib, endi kerakli directionga borib olaman. Menda kecha ochganimizdek cd html cd bu change direction, ya'ni biz turgan direction hozir desktopda turibmiz va biz HTML directionga o'tmoqchimiz. cd ni qo'llab va keyingi directionga o'tamiz. Enter bosamiz va bizga Visual Studio Code ni ochish kerak. Kod nuqta deb enter bosamiz. Va bu yerda bizga Visual Studio Code ni ochib berdi. Ubuntu sistemasida shunday qilib terminaldan turib Visual Studio Code ni ochsa bo'ladi. Endi ko'pincha ishlar Linux operatsion sistemalarida barcha ishlar terminal orqali bajariladi. Terminaldan turib barcha ishlarni boshqarsangiz bo'ladi. Endi biz qiladigan ish CSS haqida o'rganamiz. Kecha yozgan kodlarimiz. Bugun mana CSS ni HTML ga ulash haqida gaplashamiz, keyin komandalar haqida gaplashamiz. Qani boshladik. Birinchisi CSS ni ulashni 3 ta turi bor bizda. Ya'ni inline bor, internal bor, keyin external. Bizga 3 xil ulash usuli mavjud. Internal, inline, internal and external. Bularni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Hozir men buni kommentga olib qo'yaman. Kommentga olish ham HTML da greater than, ya'ni katta belgisi, katta kichik belgisi, keyin undov belgisi va ikkita chiziqcha, yopishda ham ikkita chiziqcha va kichik katta belgisi. Boshladik uni. Biz birinchi inline CSS ni ko'rib chiqamiz. Inline CSS da bironta paragraf yozsak, va bu yerda style deb ochamiz. Misol uchun bu yerda assalomu alaykum jamoa deb yozsak, style ni ichida biz shu tekstga qanday
rangmi, text decorationmi, biron xil o'zgartirish kiritamiz CSS orqali. Ya'ni, misol uchun men rang bermoqchiman. Color rangini o'zgartirmoqchiman shuni. Color misol uchun green. Endi bu natijasini ko'ramiz. Kecha aytganimizdek, mana natijasini ko'rib olamiz. Mana bu yerga bosamiz, shunchaning tarafini va open content folder. Mana bu yerda faylimiz bu. Faylimizni ikkita bosamiz. Mana bu yerda ko'rib turibsizki, mana bu yerda ko'rib turibsizki, oxirida assalomu alaykum jamoa. Bizga bu tepadagisi hozircha shart emas, tepadagini o'chirib tursak ham bo'ladi. Mana hammasini olaman va kommentariyani ichiga olaman. Bu kodimizga xalaqit bermaydi. Bu qulayroq. Endi veb-saytga tashrif buyuraman. Refresh. Mana ko'rib turibsizki, biz CSS orqali tekstimizga rang berdik. Ya'ni bu inline usuli. CSS ishlatishning inline usuli. Endi internal usulini ko'rib chiqamiz. Internal usuli qanday bo'ladi bizda? Internal usuli biz mana bu yerda head degan komandamiz bor. Shundan keyin enterni bosamiz va shuning ichida biz style nomli komandamizni ochib olamiz va enter bosamiz. Bu yerda biz internal usulidan foydalanamiz. Ya'ni bizning P paragrafimiz bor. P paragrafimizdagi ana bu tekstga o'zgartirish kiritishimiz kerak. Hozircha men buni o'chirib turaman ishlash uchun. Buni o'chiraman. Bu yerda bitta refresh beramiz. Qora forma bo'ldi. Endi biz internal usulini ko'rib chiqamiz. Bitta tab bosiladi va P paragrafining paragrafiga color beraman. Color ya'ni misol uchun green, ya'ni misol uchun blue, ya'ni ko'k. Endi ishlatib ko'ramiz. Ya'ni tekstimiz o'zgardi. Bu internal uslubi. Endi biz external uslubi haqida gaplashamiz. External uslubida biz CSS fayl ochib olamiz. CSS fayl qanday ochiladi? Bu yerda kelinadi va ishonchani o'ng tomon bosiladi. Bu yerda new file bosamiz. Fayl nomi, misol uchun men style deb beraman va nuqta CSS. Bu CSS faylini ochish uchun ochishni o'rganamiz. CSS fayl ochildi, enter bosamiz va mana bu muhitda faqat CSS ga mos kodlar yoziladi. Endi biz bu faylni HTML faylga ulashimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Ulash uchun titledan so'ng bu yerda link deb beramiz. Link. Ya'ni biz shu CSS faylimizni link orqali HTML faylga ulaymiz. Endi bu yerda biz fayl nomini yozamiz. Style CSS. Enter bosamiz va bu yerda biz style CSS ni uladik. Endi mozanamni o'chirib turaman. Endi biz CSS faylda kod yozamiz. CSS faylda misol uchun p deb underscore mana bu yerda qilib mana bu yerda color deb beraman. Color misol uchun mana bu rangni tanlasam, endi buni ishlatib ko'ramiz. Mana rangini o'zgartirib. Hozir misol uchun boshqa rang bersam, qizil beraman misol uchun. Qizil bersam, rangimiz o'zgaradi. Mana, rangimiz o'zgaradi. Ya'ni biz style ishlatishda 3 ta usuldan foydalansak ham bo'ladi. Endi ko'pincha
kodni aralashib ketmasligi uchun biz ko'pincha shu external uslubini tanlaymiz. Ya'ni bu yerda katta veb-saytlar tuzganda bu yerda juda ham kod ko'payib ketganligi sababli qo'shilib ketadi. Chalkashib qolmasligi uchun external uslubi yaxshiroq bo'ladi. Hozircha mana 3 ta uslubini ko'rib chiqdik ishlatishni. Endi biz rang berishlarni ko'rib chiqamiz. Color va background ga qanday rang berishlarini ko'rib chiqamiz. Endi hozir boshiga oson bo'lishi uchun biz men hozir internal uslubida o'rgatishni boshlayman. Sekin-sekin internal, external va inline ko'rinishlarini ko'rib chiqamiz. Hozir buni o'chirib turaman. Bu CSS faylimizni ham o'chirib turaman. Xalaqit bermaslik uchun. Endi background haqida background va colorlar beramiz. Misol uchun bu ishlatiladigan uslubimiz o'zi inline. Style beramiz bunga. Misol uchun color tekstimiz colorni o'zgartiramiz. Blue qilamiz. Biz yana endi biz div ochib olamiz. Div ochib olamiz. Divning ichida bu rangli div deb qo'yamiz. Endi rang bilinib turishi uchun. Endi bu yerda style ochib olamiz. Style ochgandan so'ng biz background colorni o'zgartirmoqchimiz. Ya'ni orqa fonni o'zgartirmoqchimiz. Orqa fon, ya'ni background color deb yozamiz. Va bu yerda misol uchun boshqa rang beramiz. Qizil bersak, brown normal. Shuni tanlaymiz. Va veb-saytimizda ishlatamiz. Ya'ni nima ishladi? Assalomu alaykum jamoa degan tekstimizni ko'k qildik. Bu rangli divni jigar qildik. Mana bu yerda mana ishladi. Ikkita komandamiz ham ishladi. Endi biza bu hozir ana bu colorning vazifasi bu yerda matnni rangini o'zgartiradi. Colorning vazifasi ana bu matnimizni rangini o'zgartiradi. Background color bo'lsa orqa fon rangini o'zgartiradi. Bizda background color bu orqa fon rangini o'zgartiradi. Bu yerda e'tibor bersangiz, color bu matnni o'zgartiryapti. Background color bo'lsa orqa fonni o'zgartiryapti. Polni, orqa fonni. Endi keyingi qiladigan ish. Ya'ni matnlarda qanday ishlatiladi? Ya'ni biz hozir font size, font weight and text elevation va text decorationlar haqida gaplashamiz. Birinchisi text font size birinchisi. Xo'sh, misol uchun katta matn deb qo'yamiz buni. Style beramiz bu yerda va font size deb yozamiz. Font size 20 piksel. 20 piksel. Pikselimiz bu hajmi. Ya'ni kattami, kichikmi? Hozir ko'rib chiqamiz. Keyingisi biz matnni qalin qilishimiz kerak. P paragraf ochib olamiz va qalin matn deb yozamiz. Misol uchun bu o'rganishga qulay bo'lishi uchun shuni yozaman. Style va font weight. Font weight bold, ya'ni qalin. Keyingi qiladigan ishimiz bu text elevation, ya'ni tekstni qayerda turishini aniqlab beradi. Ya'ni markazga joylashadimi, o'ng tarafdan, chap tarafdan, tepadami, pastdami, ana shuni joylashtirib beradigan komanda. Misol uchun markazga joylash. Markazga joylash deymiz. Style beramiz. Style'da text elevation. Text elevation'ning nimasi? Komandaning ma'nosi bu yozilgan tekstni chapga, o'ngga, sentrga yo pastga shularga joylashtirib berish uchun kerak bo'ladigan style attribute, style komanda. Misol uchun buni biz sentrga joylashtirmoqchimiz, center deb yozamiz. Keyingi qiladigan ishimiz bu
yozilgan tekstimizni tagiga chizib qo'yamiz, ya'ni maxsus tekstlarga asoslangan. Misol uchun maxsus tekst bo'lsa, ko'zga ko'rinib turishi uchun tagiga chizilgan bo'lishi kerak. Shuni qanday qilish mumkinligini hozir ko'ramiz. Misol uchun tagi chizilgan deb qo'yamiz. Bu tushunishga oson bo'lishi uchun. Ya'ni text decoration va underline, ya'ni tagiga chizib ber degan ma'noni anglatadi. Endi bu yozilgan komandalarimizni ishlatib ko'ramiz. Veb-saytga qaytamiz va refresh beramiz. Mana ko'rib turibsizki, katta matn, ya'ni biz font size'dan foydalandik. Font size'ga biz 20 piksel berdik. 20 piksel berdik. Biz shuni o'zgartiramiz. 50 piksel beramiz. 50 pikselde bizda katta ko'rinishga keldi. Endi pikselning ma'nosi shunda bizga matnni katta kichik qilishga yordam beradigan o'lcham desa ham bo'ladi. Endi qalin matn, ya'ni biz bu yerda font weight komandasining bold attributidan foydalandik. Bold ya'ni qalin qilib beradi. Mana komanda tekstimiz qalin bo'lgan. Keyingisi biz markazga joylashtirgan tekstimiz, bu yerda biz text align degan komandamizdan foydalandik. Biz centerda qo'ydik. Mana bu yerda mana centerda qo'ydik. Mana shu tekstimizni ko'rib turibsizki, mana centerda turibdi. Oxirgisi text decorationda, ya'ni tagiga chizish, muhim bo'lgan xabarlarni tagiga chizish uchun kerak bo'ladigan. Biz underline deb qo'ydik, bu tagiga chizadi. Mana bu yerda tagiga chizib chiqardi. Endi bizni qiladigan ish keyingisi border haqida gaplashamiz. Border. Misol uchun biz div konteynerini ochib olamiz. Tirib bosamiz va ichida bu misol uchun ramka taxlasak, ramkali div deb qo'yamiz. Ramkali div. Misol uchun style beramiz bunga. Style'da border deb ochamiz va buni 2 piksel deb qo'yamiz. 2 piksel va solid black deb qo'yamiz. Padding n piksel deb qo'yamiz. Keyingisi bizda mana bu yerda ochildi va buni natijasini ko'rish uchun veb-saytimizga tashrif buyuramiz. Mana bu yerda biz konteyner yaratdik, polni konteyner. Bu yerda border, ya'ni bu chegara deb qarasak ham bo'ladi. Chegarani bildirib o'tiradigan komanda. Bu yerda biz border qalinlik turi va rangi. Bu yerda borderda biz turini tanladik, solid, ya'ni turi, to'rtburchak bo'lish uchun turi va rangini tanladik. Rangi bizda qora qildik va bizning ramkamiz mana shu ko'rinishga keldi. Ramkalarimiz ham chiqib keldi. Keyingi qiladigan ishimiz bu padding va margin haqida gaplashamiz. Misol uchun yana bitta div ochib olaman va bu yerda bu padding va margin example deb qo'yaman. Misol uchun example deb qo'yaman va bu yerda style beraman. Background'ini misol uchun boshqa rang beraman. Background beramiz va boshqa rang, misol uchun yellow beramiz. Yellow beraman va padding bizda 20 piksel berdim. Hozir ko'ramiz natijasini. Marginga 20 piksel beraman. Bu nima vazifani bajaradi?
Hozir buni endi natijasini ko'ramiz. Mana bu yerda bosaman va bu yerda mana natijamiz chiqdi. Bu padding va margin example, ya'ni padding ichki bo'shliq uchun javob beradigan komandamiz bu. Ya'ni mana ichki qismiga tekstimiz bu. Tekstni konteyner ichiga qanday joylash, ya'ni ichki qismiga qancha piksel joylashini aniqlab beradi. Margin esa tashqi bo'shliqqa javob beradi. Ya'ni konteynerning tashqi qismiga javob beradi. Necha piksel tashlab yo necha piksel oraliqda bo'lishi kerakligini aniqlab beradi. HTMLda bloklarni joylashtirishda juda muhim kerak bo'ladigan shu ikkita komandamiz bor. Bu shu vazifani bajaradi. Misol uchun mana buni o'zgartirib ko'ramiz. Misol uchun buni 50 qilamiz. Padding nima dedik? Padding biz ichki bo'shliqqa javob beradigan komanda dedik. Mana ichki bo'shlig'imizni kattalashtirdi. Piksellar orqali kattalashtirdi ichki bo'shliqni. Piksellar orqali kattalashtirdi. Keyingi bu yerda marginni ham aniqlashtiramiz. Hozir misol uchun 60 deb beramiz. Tashqi qismini joy tashlab 60 piksel joy tashlab keng konteynerni qo'yadi. Mana 60 piksel joy tashlab keng konteynerni qo'yadi. Misol uchun mana bu yerda ham inspect qilib ko'rishimiz mumkin. Qancha joy tashladi. Bu yerda hozir mana misol uchun mana bunday qilamiz va mana bu yerda qancha piksel tashlandi. Mana bosamiz. Mana bu yerda ko'rinib turibdi. Mana padding 50, margin 60. Mana bu yerda ham ko'rsak bo'ladi. Bu yerdan ham o'zgartirib qo'ysa bo'ladi kodni. Misol uchun biz 70 deb qo'yamiz va enter bosamiz. Mana bu yerda 70 piksel o'zgardi. Mana shu yerdan ham ko'rsak bo'ladi. Keyingi qiladigan vazifamiz bu width va height haqida gaplashamiz. Width va height haqida gaplashamiz. Misol uchun biz yana bitta div ochib olamiz. Div ya'ni misol uchun bizga kenglik, ya'ni kattalik 200 piksel deb qo'yaman. Misol uchun bu tushunishga oson bo'lishi uchun. Endi balandlik 100 piksel qilib qo'yaman. 100 piksel. Ya'ni buni eniga deb qo'ysam ham bo'ladi. Eniga 200 piksel, balandlik 100 piksel. Endi style beramiz. Style'da biz width beramiz. Width ya'ni eniga javob beradigan komanda. Eniga qo'yish 200 piksel beramiz bunga. Height ga bo'lsa, height ga biz 100 piksel beramiz aytganimizdek. 100 piksel beramiz va backgroundni endi ajralib turishi uchun backgroundni rang beramiz. Brown xil blue rang beramiz. Endi bu natijasini ko'ramiz. X qilamiz va refresh beramiz. Mana bu yerda eniga bo'yiga bizga 100 piksel bo'ldi va eniga bizga 200 piksel bo'ldi. Mana shu yerdan ham ko'rsa bo'ladi. Endi o'zi mana buni o'zgartirsak agar, misol uchun buni 400 qilamiz buni. 400 qilib o'zgartiramiz va mana bu yerda bo'yiga 400 piksel, ya'ni height 400 piksel, weight bo'lsa 200 piksel bo'ldi. 200 piksel bo'ldi. Endi bularni ham ishlatishni o'rgandik. Biz ishlatayotgan CSS style bu inline CSS style. Uslubi inline. Endi biz class va id haqida gaplashamiz. Class ya'ni misol uchun biz bitta yana div ochamiz. Div bizga kerak bo'ladigan eng foydali komanda. Keyingi div ochib olamiz va class bitta ochib olamiz. Class bu classning ichida qancha elementlar bo'lsa, barchasini o'zgartirishga, ya'ni universal o'zgartirishga kiradi.
klassning ichida qancha element bo'lsa, barchasini o'zgartirishga kuchi yetadi desak ham bo'ladi. Misol uchun klass nomini men box deb qo'yaman. O'sha konteyner ichidagi narsalarga konteynerni men box deb qo'yaman. Ya'ni bu klass ajratib o'tirish uchun. Keyingi yana bitta div ochib olaman. Bu divim div hozircha shart emas. Hozir bir klassni tushunamiz. Klassni qo'yish. Bu yerda o'zi style beramiz. Style'ni biz endi inline ko'rinishda berayotgan edik. Mana bu inline ko'rinishda berayotgan edik. Endi biz internal ko'rinishda style berishni boshlaymiz. Mana bu yerda box degan klassimiz bor. Bunga endi style berishimiz kerak. Inline style berishimiz kerak. CSS ni inline style berishimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Bunga aytganimizdek title dan keyin head dan keyin style degan komanda ochib olamiz va bu yerda biz nuqta box deb qo'yamiz va qavs. Nega nuqta box? Bu klass uchun ishlatiladigan, ya'ni ko'p elementlarga javob beradigan klasslar uchun nuqta ishlatiladi. Nuqta va klass nom. Klass nom box va bu yerda background beramiz. Background bu yerda misol uchun qora beramiz. Yo'q, qora emas, yellow beramiz. Background image beramiz. Yellow beramiz buni va padding aytib o'tganimizdek, padding ya'ni bu ichki bo'shliqqa javob beradigan komandamiz. Ya'ni paddingni biz 10 piksel qo'yamiz. Ichki bo'shliqni bizga 10 piksel qilib berdingiz. Endi bu natijasini ko'ramiz. Bu yerda bizni tekstimiz bu klass, shuni ko'ramiz. Sariq rangda chiqadi. Mana bu yerda class konteynerni ochdik va bu yerda style berdik. Style berganimiz bu internal style berdik CSS da va mana bu klassimizga style berdik. Ya'ni internal style. Keyingi qiladigan ishimiz bu ID haqida gaplashamiz. ID misol uchun paragraf ochib olaman. ID ko'pincha specific tekstga o'zgartirish kiritish uchun kerak bo'ladigan komanda bo'ladi bu. Ya'ni klassda ko'p matnli so'zlarga emas, faqat specific, ya'ni kerakli bo'ladigan so'zlarni o'zgartirishga kerak bo'ladigan komanda. Bu yerda ID beraman. ID va misol uchun birinchi deb qo'yaman. Misol uchun ID deb qo'yaman. ID deb qo'yaman va bu ID deb qo'yaman. O'zgartirib chalkashmaslik uchun ID deb qo'yaman. Keyingisi biz bu yerga endi internal style berishimiz kerak. Buni qanday beramiz? Endi style ichiga kiramiz. Style ichiga kiramiz va biz ID ga style berishimiz kerak. Biz class uchun nuqta va class nomini yozdik. ID ga bo'lsa biz ID ga biz rushotkadan foydalanamiz. Rushotka va bizning ID nomimiz bu ID deb qo'ydim. ID deb qo'yildi, ID nomi. Endi qavs yopiladi, bitta enter bosiladi va bu yerda color beraman tekstga color beraman, red beraman. Misol uchun va font weightni, tekst ko'rinishini font weight ben qalin qilib qo'yaman. Endi yaxshiroq ko'rinish uchun enter bosaman va mana bu yerda mana chiqdi. Bu ID, ya'ni specific tekstlarga beriladigan asosiy tanlangan desak ham bo'ladi. Asosiy kerak bo'ladigan tekstlarni o'zgartirishga ishlatiladigan komanda. Keyin
Bugungi qilgan ishlarimiz shular bo'ldi. Keyingi darslarda biz ya'ni konteynerlar joylashishi chuqurroq kiramiz, CSSga komandalarga chuqurroq kiramiz va keyingi darsda biz kichik bir oddiyroq veb-sayt tayyorlashga harakat qilamiz. Bugungi CSSning eng asosiy qoidalarini o'rgandik. Mana rang, matn, border, padding, margin, height, weight, width, class va ID'lar haqida gaplashdik. Keyingi darsda biz box modellari va bir kichik veb-sayt quramiz. Bugungi dars uchun barchaga rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi sonlarda ko'rishguncha goodbye.